baxtlidir o'sha inson. Xudo bilan yuradigan inson baxtlidir. Dunyo larzaga kelsa ham, egamiz uning xonadonini qo'riqlaydi. Qo'llarining mehnati behuda ketmaydi. Farzandlari uyat ichida ulg'aymaydi. U qurgan narsani hech kim tortib olmaydi. Egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Ko'pchilik adashganida ham unga ergashadi. Har tong qalbida tinchlik bilan uyg'onadi. Chunki Xudo har jangda undan oldin yuradi. Qo'llarining mehnat barakali bo'ladi. Ko'z yoshlari bekorga to'kilmaydi. Qiyin fasllarda ham osmon hosilni tayyorlagan. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni unutmagan. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz xonadoningni barakalaydi. Egamiz mehnatingni barakalaydi. Xotining serhosil tok kabi bo'ladi. Farzandlaring dasturxoning atrofidagi zaytun xollari kabi bo'ladi. Mehnating samarasini ko'rasan, har kun tinchlik topasan. Kelajak avlodlar shunday deydi. Xudo bu xonadonga sodiq bo'ldi. Boshqalar uxlaganda sen mehnat qilding tun. Sukunatida ibodat qilding. Ba'zan rad etilding, ba'zan unutilding. Ammo Xudo har bir qadamingni ko'rdi. Hech kim uning barakasini o'g'irlay olmaydi. Farzandlaring iymoningni ko'radi va uni kelajak avlodlarga yetkazadi. Nabiralarimni ko'raman, uyimda tinchlikni ko'raman. Xudo berganini hech kim tortib ololmaydi. Hayotim suv bo'yiga ekilgan daraxt kabi bo'ladi. Egamiz Siyonni barakalaydi. Egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Endi uyat bilan yig'lamaymiz. Farzandlarimiz nurda yuradi. Xonadonlarimiz uning ulug'vorligini kuylaydi. Baxtlidir egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni esladi. Endi esa yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz jonni barakalaydi. Egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Iso Masihga shukrlar bo'lsin. Amen. 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 Baxtlidir o'sha inson. Xudo bilan yuradigan inson baxtlidir. Dunyo larzaga kelsa ham, egamiz uning xonadonini qo'riqlaydi. Qo'llarining mehnati behuda ketmaydi. Farzandlari uyat ichida ulg'aymaydi. U qurgan narsani hech kim tortib olmaydi.
adashganida ham unga ergashadi. Har tong qalbida tinchlik bilan uyg'onadi. Chunki Xudo har jangda undan oldin yuradi. Qo'llarining mehnati barakali bo'ladi, ko'z yoshlari bekorga to'kilmaydi. Qiyin faslarda ham osmon hosilni tayyorlagan. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni unutmagan. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz xonadoningni barakalaydi. Egamiz mehnatingni barakalaydi. Egamiz mehnatingni barakalaydi. Xotining sarhosil tok kabi bo'ladi. Farzandlaring dasturxoning atrofidagi zaytun xollar kabi bo'ladi. Mehnating samarasini ko'rasan. Har kun tinchlik topasan. Kelajak avlodlar shunday deydi. Xudo bu xonadonga sodiq bo'ldi. Boshqalar uxlaganda sen mehnat qilding. Tun sukunatida ibodat qilding. Ba'zan rad etilding, ba'zan unutilding. Ammo Xudo har bir qadamingni ko'rdi. Hech kim uning barakasini o'g'irlay olmaydi. Farzandlaring imoningni ko'radi va uni kelajak avlodlarga yetkazadi. Nabiralarimni ko'raman, uyimda tinchlikni ko'raman. Xudo berganini hech kim tortib ololmaydi. Hayotim suv bo'yiga ekilgan daraxt kabi bo'ladi. Egamiz Siyonni barakalaydi. Egamiz O'z xalqini barakalaydi. biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Ey endi uyat bilan yig'lamaymiz. Farzandlarimiz nurda yuradi. Ay 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 ay. Xonadonlarimiz uning ulug'vorligini kuylaydi. Baxtlidir. Egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Sen endi boshqalar yashashi uchun ko'rmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni esladi. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz Siyonni barakalaydi. Egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Somasiga shukrlar bo'lsin. Amin. Amin. Baxtlidir o'sha inson. Xudo bilan yuradigan inson baxtlidir. Dunyo larzaga kelsa ham egamiz uning xonadonini qo'riqlaydi. Qo'llarining mehnati behuda ketmaydi. Farzandlari uyat ichida ulg'aymaydi. U qurgan narsani hech kim tortib olmaydi. Egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Ko'pchilik adashganida ham unga ergashadi. Har tong qalbida tinchlik bilan uyg'onadi. Chunki Xudo har jangda undan oldin yuradi. Qo'llarining mehnat barakali bo'ladi. Ko'z yoshlari bekorga to'kilmaydi. Qiyin fasllarda ham osmon
mavsumni ochmoqda. Egamiz xonadoningni Barakalaydi egamiz mehnatingni, barakalaydi. Xotining ser hosil tok kabi bo'ladi. Farzandlaring dasturxoning atrofidagi zaytun xollari kabi bo'ladi. Mehnating samarasini ko'rasan, har kun tinchlik topasan. Kelajak avlodlar shunday deydi. Xudo bu xonadonga sodiq bo'ldi. Boshqalar uxlaganda sen mehnat qilding, tun sukunatida ibodat qilding. Ba'zan rad etilding, ba'zan unutilding, ammo Xudo har bir qadamingni ko'rdi. Hech kim uning barakasini o'g'irlay olmaydi. Farzandlaring iymoningni ko'radi va uni kelajak avlodlarga yetkazadi. Nabiralarimni ko'raman, uyimda tinchlikni ko'raman. Xudo berganini hech kim tortib ololmaydi. Hayotim suv bo'yiga ekilgan daraxt kabi bo'ladi. Egamiz Siyonni barakalaydi, egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz, endi uyat bilan yig'lamaymiz. Farzandlarimiz nurda yuradi, xonadonlarimiz uning ulug'vorligini kuylaydi. Baxtlidir egamizdan qo'rqadigan inson, baxtlidir. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni esladi. Endi esa yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz jonni barakalaydi, egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Iso Masihga shukrlar bo'lsin. Amen. 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 Baxtlidir o'sha inson. Xudo bilan yuradigan inson baxtlidir. Dunyo larzaga kelsa ham egamiz uning xonadonini qo'riqlaydi. Qo'llarining mehnati behuda ketmaydi. Farzandlari uyat ichida ulg'aymaydi. U qurgan narsani hech kim tortib olmaydi. Egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Ko'pchilik adashganida ham unga ergashadi. Har tong qalbida tinchlik bilan uyg'onadi. Chunki Xudo har jangda undan oldin yuradi. Qo'llarining mehnati barakali bo'ladi. Ko'z yoshlari bekorga to'kilmaydi. Qiyin faslarda ham osmon hosilni tayyorlagan. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni unutmagan. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz xonadoningni barakalaydi, Egamiz mehnatingni barakalaydi. egamiz mehnatingni barakalaydi. Xotining serhosil tok kabi bo'ladi. Farzandlaring dasturxoning atrofidagi zaytun xollar kabi bo'ladi.
Mehnating samarasini ko'rasan, har kun tinchlik topasan, kelajak avlodlar shunday deydi. Xudo bu xonadonga sodiq bo'ldi. Boshqalar uxlaganda sen mehnat qilding, tun sukunatida ibodat qilding. Ba'zan rad etilding, ba'zan unutilding, ammo Xudo har bir qadamingni ko'rdi. Hech kim uning barakasini o'g'irlay olmaydi. Farzandlaring imoningni ko'radi va uni kelajak avlodlarga yetkazadi. Nabiralarimni ko'raman, uyimda tinchlikni ko'raman. Xudo berganini hech kim tortib ololmaydi. Hayotim suv bo'yiga ekilgan daraxt kabi bo'ladi. Egamiz Sionni barakalaydi, Egamiz o'z xalqini barakalaydi. biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Ey, endi uyat bilan yig'lamaymiz. Farzandlarimiz nurda yuradi. Ay 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 ay. Xonadonlarimiz uning ulug'vorligini kuylaydi. Baxtlidir, egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Sen endi boshqalar yashashi uchun ko'rmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni esladi. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz Sionni barakalaydi, Egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Somasiga shukrlar bo'lsin. Amin. Amin. Baxtlidir o'sha inson. Xudo bilan yuradigan inson baxtlidir. Dunyo larzaga kelsa ham, egamiz uning xonadonini qo'riqlaydi. Qo'llarining mehnati behuda ketmaydi. Farzandlari uyat ichida ulg'aymaydi. U ko'rgan narsani hech kim tortib olmaydi. Egamizdan qo'rqadigan inson baxtlidir. Ko'pchilik adashganida ham unga ergashadi. Har tong qalbida tinchlik bilan uyg'onadi. Chunki Xudo har jangda undan oldin yuradi. Qo'llarining mehnat barakali bo'ladi. Ko'z yoshlari bekorga to'kilmaydi. Qiyin fasllarda ham osmon hosilni tayyorlagan. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan. Sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni unutmagan. Endi esa u yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz xonadoningni barakalaydi. Egamiz mehnatingni barakalaydi. Xotining serhosil tok kabi bo'ladi. Farzandlaring dasturxoning atrofidagi zaytun xollari kabi bo'ladi. Mehnating samarasini ko'rasan, har kun tinchlik topasan. Kelajak avlodlar shunday deydi. Xudo bu xonadonga sodiq bo'ldi. Boshqalar uxlaganda sen mehnat qilding, tun sukunatida ibodat qilding. Ba'zan rad etilding, ba'zan unutilding, ammo Xudo har bir qadamingni ko'rdi. Hech kim uning barakasini o'g'irlay olmaydi.
ko'radi va uni kelajak avlodlarga yetkazadi. Nabiralarimni ko'raman, uyimda tinchlikni ko'raman. Xudo berganini hech kim tortib ololmaydi. Hayotim suv bo'yiga ekilgan daraxt kabi bo'ladi. Egamiz Siyonni barakalaydi, egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz, endi uyat bilan yig'lamaymiz. Farzandlarimiz nurda yuradi, xonadonlarimiz uning ulug'vorligini kuylaydi. Baxtlidir egamizdan qo'rqadigan inson, baxtlidir. Sen endi boshqalar yashashi uchun qurmaysan, sen endi boshqalar o'rishi uchun ekmaysan. Chunki Xudo sening azob yillaringni esladi. Endi esa yangi mavsumni ochmoqda. Egamiz jonni barakalaydi, egamiz o'z xalqini barakalaydi. Biz endi behuda mehnat qilmaymiz. Iso Masihga shukrlar.